So'nggi ogohlantirish. Prezident rahbarlarga 2 hafta muhlat berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi mas'ullar, vazirlar tartib-intizomga vaqtida e'tibor bermagani uchun islohotlar ijrosi cho'zilib ketayotganini tanqid qildi. Bu haqda 16-iyun kuni amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi, hududlarda ishlarning borishi, aholini o'ylantirayotgan masalalarga yechim topish yuzasidan o'tkazilayotgan video selektor yig'ilishida so'z ochdi. Masalan, suyultirilgan gaz yetkazishda 60-70 kunlab uzilish kuzatilmoqda. Ayniqsa, Andijon va Surxondaryo viloyatlarida murojaatlarning 70% shu masala bilan bog'liq. Issiq kunlarda gazda shuncha muammo bo'lsa, qishda odamlar qozonni nimada qaynatadi? Rahbarlarga so'nggi ogohlantirish. Bu masalaga 2 haftada yechim topsin. Bo'lmasa, o'zi bilib joyini bo'shatib qo'ysin, dedi prezident. Yana bir masala, yozning boshlanishi nisbatan salqin keldi. Lekin bu yog'iga kunlar ancha isib, elektr iste'moli oshadi. 2 oy oldin Energiya samaradorlik agentligi tashkil qilinib, byudjetdan 100 milliard so'm berildi. Energetika vazirligi va agentlikka vazirlik, hokimlik va davlat korxonalarining oylik iste'moli 500 kilovatt-soatdan yuqori bo'lgan xodimlar ro'yxati shakllantirildi. Ushbu xodimlarga energiya samarador texnologiyalarga o'tish uchun yashil ta'mir krediti yoki subsidiya olishga ko'maklashiladi. Kerak bo'lsa, byudjetdan tashqari jamg'armasdan subsidiya berilishi mumkin. Buning hisobidan yil yakunigacha iste'moli yuqori bo'lgan kamida 100 ming xonadon energiya samarador tizimga o'tishi zarurligi ko'rsatib o'tildi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Fikrlaringizni izohlarda qoldirishingizni so'raymiz.